porno filmlarini ko'rishlikni xuddiki ba'zi bir erkaklarga taqiqlash kerak. Seriallarni ko'rishlikni ba'zi bir ayollarga taqiqlash kerak. O'sha filmni ko'rganda erkak o'sha narsani ayoldan talab qilib, mojaro kelib chiqishi mumkin. Serialidagi ana u romantik bir erkakni tasavvur qilib, turmush o'rtog'iga har xil xarxasha qilib, ayollar sovishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz bu fikrimga? 200% qo'shilaman. Вообще zo'r fikr. Действительно, men umuman ayollarga aytaman, qaramang serial, yomon yangiliklarni umuman qaramang. Chunki bu bizani miyamiz hamma narsani zapis qiladi. Oshqozonimiz hazm qiladi, biz bilamiz qayerdan chiqib ketadi. Otxotlar miyada unaqa funksiya yo'q-da. Hammasini saqlab qoladi. Hammasi zapis bo'ladi va bu kerakli vaqtda keyin chiqaveradi. Fayllar. Eng qiziq qarang. Ayollar o'sha serialdagi qahramoniga o'xshagan erkakni talab qilayotgan paytida yaxshiroq e'tibor bersin serialga. Serialdagi erkak tirikchilik uchun ko'chaga chiqqani, kimlar bilandir tortishgani, bozordan bozorlik qilgani bu hech biri yo'q. Erkak chiroyli kiyinib, ayolga gul bergan, qaysidir ma'shuqasining orqasidan yurgan. Uni ishi shu. Xuddiki ayollar o'ylaydiki, erkak kishi ko'chaga chiqib shunaqa qilib chiroyli kiyinib yuradi. Uni talab qilish bu qadar og'ir erkak kishi uchun. Bizning xayolimiz, ya'niki jamiyat erkaklarining ayoli topayotgan mablag'i, puli hammasi oilasini kelajagi uchun quriladi. Xayoli shunda bo'ladi. Unga gul olib kelishi vaqtida yoki tug'ilgan kunda o'z vaqtida tabriklamasligi, ba'zida yoddan chiqib qolishligi bu ayb hisoblanmaydi. Ayb emas va men shu joyda davom etamanki, bir necha marta aytish mumkin. Bizani miyamiz shunday-da, ayollarni bir vaqtni o'zida bir nechta funksiyani bajarishimiz mumkin ekan. Ovqat pishirib turib, bolangizga yordam berishingiz mumkin. Yana keyin farzandingiz qaysidir to'garakka borishi kerak, uni ham taksi chaqirib yoki uni gaplashishingiz mumkin. Erkak kishida unaqa emas-da. Va shu uchun vaqtida unga eslatib turish norma. Men unga ishora qilib qo'ydim. Aytmadi-yu. Shuni aytsang nima bo'ladi? Yo'q, o'zidan bilib qilsin. Mana bu narsalar ham keyin konfliktga olib keladi. Bu ham ayollarda yuz beradi-da, miyasida, ongida